Salom hurmatli o'rtoqlar. Bugun men sizlarga gitarani sozlovchi ilovani qaysi biridan tortib olish kerakligini va aynan qaysinisini tortib olish kerakligini ko'rsataman. Bu uchun avvalo Play Marketga kirib olamiz. Play Marketga kirib olgandan keyin qidiruvdan mana Guitar Tona deb yozilganiga Guitar Tona deb yozasiz. Mana buni birinchilikda Guitar Tona Pro Guitar Tona deb yozilgan ekan. Birinchi nima siz ikkinchisini tortib olasiz. Mana shunisini. Aynan shunisi bo'lmasa boshqasi gitarani simini uzib yuborish ham mumkin. Menda shunaqasi bo'lgan. Bir marta solayman deb birinchisini uzib yuborganman. Birinchisidagini tortib. Shuning uchun mana ikkinchisini tortasiz. Shuni mana qimmat emas, mana atigi 60 megabayt. Atigi 60 megabayt. Shuni tortib olsangiz gitarani aniq va tiniq sozlaysiz. Gitarani ovozi zo'r chiqadi va qo'rqmasdan sozlayverasiz. Bu umuman gitara simini uzmaydi. Gitara simi uzilish xavfi borsa o'zi bildiradi o'zi. Uzilaman deb qolsa o'zi gitaraning simi quloqlari qattiq bo'lib qoladi o'zi. Agarda sizning gitarangiz klassik yoki bas gitara bo'lsa ham, xuddi mana shundan agar sozlashni bilsangiz, ana shundan sozlab olishingiz mumkin. Va bu ilova haqida qisqacha ma'lumot beraman. Buni sozlashingiz uchun, buni tortib olishingiz uchun gitarangiz bo'lishi kerak. Bilasiz buni. Gitarangiz qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar bu aniq sozlab beradi. Gitarangizning simi 12ta simlik bo'ladimi yoki elektronik gitara bo'ladimi? Hattoki bas gitara bo'lsa ham bu Guitar Tona bemalol sozlab beradi. Menga xuddi ana shu bor. Hozir men sizlarga ko'rsataman u qanaqa ishlashini. Mana Guitar Tona o'zi men tortganman. Kirishi shunaqa bo'ladi. Hatto ochish sal qiyinroq. Mana shunaqa bo'lib kelaveradi mana. Xuddi shunaqa. Hozir men sizlarga bas gitaraga qanaqa o'tkazish kerakligini o'rgataman. Mana bu yerda Guitar 6 string, 6 string deb yozilgan. Ana shuni bosasiz. Guitar Tonani pastda mana. Shuni bosasiz. Shular turibdi mana. Bunaqasi ham bor. Oddiy gitarani ham bor mana. 6 inline deb yozilgan. Bu elektron gitaralar